Aytishlaricha, insonning hayoti uning ilk nafasidan boshlanar ekan. Ammo mening hayotim boshlanganida nafasim go'yo to'xtab qolgandek edi. Ko'p yillar muqaddam meni nafas olishdan to'xtatgan va yangi hayot bag'ishlagan o'sha munis lahza hamon yodimda. Hayotim o'sha ondan boshlandi. Dadam bilan Mumbayga keldik. Balkeshvardagi dang'illama hovli yoniga yaqinlashdik. Uy sohibi otamni Junagardan chaqirtirgandi. 3000 rupiyalik maosh va haydovchilik qilishidan suyungan dadam onam va meni ham olib kelgandi. Bu yerga kelgach, bechora ota-onam hayratdan lol qolishgandi. Biroz cho'chishdi, lekin men qo'rqmadim. Balki 9 yoshli bola kattalar ko'ra olgan farqni ko'rmas, balki qo'rquv nimaligini bilmas. O'sha paytda bu xonadon o'z uyimizdek bo'lib ketishini bilmagandik. Dadam xursand edi. U qishloqdan shaharga o'z hayotini o'zgartirish uchun kelgandi. Biroq mening hayotim o'zgarib ketdi. O'sha munis lahza hamon yodimda. Nafasim to'xtab qolgandi go'yo. Shu ondan mening yangi hayotim boshlandi. Birinchi marta o'zimni noqulay sezdim. Birinchi bor xijolat tortdim. Go'yo men hech kimman. U esa borlig'imga aylandi. Shu onga qadar bo'lgan hayotim xotiramdan o'chib ketgandi. Xayolimni faqat va faqat u egalladi. To'xta, Ishani. To'xta dedim senga. 15 yildan so'ng oradan ko'p yillar o'tishiga qaramay, hamon uning uchun yashardim. Ranvir o'g'lim, shu yerdamisan? Qachon kelding? Qachondan beri seni kutyapmiz. Qani yur. Bugun ham faqat sen uchun yashayapman. Ko'rinishim yaxshimi? To'y ham boshlandi.
sira ishongim kelmayapti. Men ham ishona olmayapman. Qalbim Sen qayerdan ham bilarding? Yigitlar o'z uyida qoladi. Biz qizlarga qiyin. Begona uyga ketamiz. Yaqindagina yosh bola edik. Bugun esa to'y bo'lyapti. nimadan qo'rqyapsan? Yoningda men borman. To'g'ri. Lekin baribir Eshani qizim. Kelin qani? Vishaka xola, kelinlar bir zumda tayyor bo'lisharmidi? Nima deb o'yladingiz? Ishani va mening to'yim debmi? Yo'q. Ishani turmushga chiqqan kun men yo behad xursand bo'laman yoki qayg'uga botaman. Savolimga javob bermading. Ko'rinishim qalay? To'y bo'layotgan xonadonda kelinning singlisi-yu dugonalarini yomon ko'zdan asrash kerak deyishadi. Chunki dunyoda ulardan maftunkorroq qizlar bo'lmas ekan. Lekin bu gap senga taalluqli emas. Nimaga? Gorining yonida senga kim ham qarardi? U oddiy ko'ylakda ham sendan chiroyliroq ko'rinadi. Qo'ysangchi. Gori opam chindan ham maftunkor. Go'zallikda tengi yo'q. Amakivachilar orasida eng chiroylisi. Lekin kechirib qo'yasiz. Men ham opamdan sira qolishmayman. Nahotki Gori opa, ko'rinishingizga gap yo'q. Tezroq yura qoling. Xolam sizni qachondan beri ibodat uchun kutyapti. Bilasiz-ku, sevimli bujonimiz bugun Ganesh Mahmudga atab katta marosim o'tkazyapti. Qani yura qolinglar. Marhamat, o'tiring. Kel o'tir. Yaratganga hamd va sanolar. Omad yor bo'lsin, hammamiz omon bo'laylik. Ibodat marosimini boshlaymizmi? Bu muqaddas bog'ich. U to'y marosimi boshlanganidan dalolat beradi. Bog'ichni bilagingizga bog'lagach, to'ygacha uydan tashqariga chiqmang. Kuyov bilan ham uchrashmang. Gori, bu nimasi? Ibodat mahali shu qo'l telefoningni olib qo'ysang bo'lmaydimi? Menga bering, men ushlab turaman. Bemalol bog'ichni boylayvering. Yaxshi. Muqaddas bog'ichni oila a'zolarining bilagiga bog'lab chiqing. hamma bog'lash kerak, shundaymi? Bunday sekin yugurishingda bog'ichni qanday bog'laysan? Ko'ramiz kim birinchi bo'lib yetib borar ekan. Ishani! G'irromlik qilding. Bog'ichni dadamni bilagiga kim bog'larkin ko'ramiz. Dada! Dada! Oyi, dadam qani? Hozirgina Ranvir qo'ng'iroq qilib tashqariga chaqirgandi. G'irromcha. Ranvir! Dadamni aldab bu yerga chaqiribsan-da. Bu adolatdan emas. Xonim, muhabbat va jangda har qanday usul joizdir. Bu esa jang edi. Dada, nega bu yerga keldingiz? Voy qizim ey. Ranvir qo'ng'iroq qilib amaki zarur ish chiqib qoldi deb chaqirgandi-da. Amaki, bugungi kunda g'irromlar ko'payib ketdi. Yoningizdagi do'stingiz ham oyog'ingizdan chalib yiqitishdan toymaydi. Shuning uchun qo'ng'iroq qilib sizni ogohlantirib qo'yay degandim-da. Yolg'onchi. G'irromchi. Nima? O'zingchi. Shoshmanglar. Nimaga urushyapsiz o'zi? Bandit sohib, bilagingizga bog'lash uchun muqaddas bog'ich bergan. Yomon ko'z va yovuz odamlardan himoya qilarkan. Bu muqaddas bog'ichni mendan oldin Falguniga bog'lang.
Yomon ko'zdan uni asrashi lozim. Rojaning joni uning to'ttisida bo'lganidek sizning hayotingiz ham Falguni xonimga bog'liq. Xuddi shunday, uning bilagiga bog'lang. Falguni xonim, tezroq bog'ichni bog'lang. Yomon ko'zdan asraydi. Oyi, bog'ichni bog'lamasangiz ko'z tegadi. Nimaga? U yomon ko'zdan asraydi. Agar uni bog'lasam, olmoslarimni kim ko'radi? Bu olmos bilaguzukni ham dadang sovg'a qilgan. 9 million turadi. Hech qanday bog'ich bog'lamayman. Tinch qo'yinglar meni. Lekin Falguni xonim, Qo'y. Keyinroq bog'layman. Yarashibdimi? Qo'lingga nima taqsang ham yarashadi Falguni. Olmos ham, bog'ich ham. Bugun bog'ich bog'lamayman. Bugun faqat olmos bilak uzuk bo'ladi. Bog'ichni keyinroq bog'layman, ishoning. Va'da beraman. Dada, dugonam qo'ng'iroq qilyapti. Ziyofatga kelmoqchi edi. Hozir gaplashib qaytaman. Mayli qizim. oyoq kiyimingizni bog'ichga yechilib ketibdi. Bog'lab qo'yaman. Yo'q, Ranbir, o'zim bog'layman o'g'lim. Qo'ysangizchi amaki, bunga haqqim bor. Bugunga qadar haqqimni hech kimga bermadim. Ammo haligacha yaxshi bog'lashni o'rganmading. Mayli, senga yo'q deb bo'larmidi? Bog'lay qol. Amaki, Falguni xonimni qattiq sevasiz-a? Ha, juda sevaman. Sevgi muqaddas tuyg'u. U har kimga ham berilmaydi. Filmlarda ko'rsatishadi, kitoblarda yozishadi, lekin ochiqlik kamdan kam odamga nasib etadi. Muhabbat shunday tuyg'uki, u boshqa barcha hissiyotlarni unutishga majbur qiladi. Mana ko'rasan, Ranbir, bir kun kelib sen ham sevib qolasan. O'shanda faqat uning uchun yashaysan. Sevgiling uchun joningni ham berishga tayyor bo'lasan. Sevgi nafaqat quvonch bag'ishlaydi, balki qurbonlik ham talab etadi. Bog'ichingiz bog'landi amaki. Rishtalar ham shunday bog'lanadi. Endi Ishani uchun yaxshi bir kuyov topsak bas. Katta qiz bo'lib qoldi. Buni ham turmushga berishimiz kerak. Bu ishda sendan boshqa yana kim ham menga yordam berardi? Balki barcha uchun haydovchimning o'g'li va xizmatkorimdirsan. Lekin men seni o'z o'g'limdek yaxshi ko'raman. Bolaligingizdan Nishani bilan do'st bo'lib ulg'aydingiz. Shuning uchun unga yaxshi, sofdil kuyov topish sening zimmangda. Xuddi aytganingizdek bo'ladi, amaki. Buni iloji yo'q, Pranav. Ertaga to'y. Go'rini sira yolg'iz qo'yishmayapti. Men qanday qilib? Ishani bizga yordam bermasang bo'lmaydi. Iltimos, yordam ber. Iltimos. Qanday yordam beraman, Pranav? Buvim bilib qolsa tamom bo'lamiz. Bugun uyingizga boraman. Qochib ketishimizga yordam bersang bas. Iltimos, senga ishonaman. Iltimos, yordam ber. Ertalabki marosimga hech kim kelmabdimi? Qayerga ketishgan ekan? Uxlashayotgandir. Buvim xabar topsa bormi? Qotib uxlab yotishibdi-ku. Devash! Devash qani? Tursangchi, Devash! Tur! Uxlashga qo'ysang-chi, Ranvir. Boshqalarni uyg'ot. Buvim kelyapti. Shishalarni